Assalomu alaykum hurmatli podpisчиклар. Hammalaringizga yangi yillar bilan. Uzoq vaqtdan beri video qila olmagandim. Bitta podpisчигimiz iltimos qilib so'ragan ekan. Kilometraj A nima narsa, kilometraj B nima narsa? Mana menda ko'rib turibsiz 22575 kilometr yurilgan. Xo'p. Bu yerda kilometraj A. Misol uchun yoki kilometraj B bor. Ikkalasi nima narsa? Xo'p. Kilometraj A degani hozir tablodan kirsangiz kilometraj A. Men doimiy ravishda zapravka qilaman. Zapravka qilganimdan keyin mana shuni kilometraj A ni 0 qilib qo'yaman. Uni 0 qilish uchun mana shuni bosib turasiz, 0 bo'ladi. Hozir endi o'zimning hisob kitobim adashib ketmaslik uchun 0 qilmayman. Misol uchun kilometraj B nima narsa desa, kilometraj B misol uchun tasavvur qiling, Toshkentdan Termizga, Surxondaryoga Termizga bormoqchisiz. O'shanda necha kilometr o'sha yurganingizni bilmoqchi bo'lsangiz, buni uydan chiqayotganda 0 qilasizda, kilometraj B ni 0 qilasizda, haydab ketaverasiz. Zapravkalarga kirganingizda, misol uchun 500 kilometr, 550 kilometr yurganingizda bitta zapravka qilsangiz, kilometraj A ni 0 qilib olasiz. Yana bir safar zapravkagacha necha kilometr yurganingizni bilasiz. Yoki teskarisi, kilometraj A ni uydan chiqib birorta manzilga borgunizcha kilometrni aniqlamoqchisiz. O'shanda foydalansangiz bo'ladi. B ni esa har zapravka qilganda belgilash uchun shunday kilometraj qo'ysa bo'ladi. Bilsalaringiz, Gentra Cobotlarda bitta bo'ladi. Trip degani bor. O'shani o'zgartirib ketsangiz bo'ladi. Trackerda ham bor bu narsa. Trip A, Trip B degan narsa. Foydalansangiz bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.